Milliy akkreditatsiya ishonch va sifat belgisi. Bemor ishonchini oqlash, sifatli xizmat ko'rsatish har bir tibbiyot muassasasining burchidir. Bugun bu mas'uliyatning o'lchovi aniq. Milliy akkreditatsiya. Milliy akkreditatsiya bu tibbiyot muassasasining sifat, xavfsizlik va boshqaruv madaniyati bo'yicha baholanishi va davlat tomonidan tan olinishidir. Baholash tibbiyot tashkilotlarini litsenziyalash va akkreditatsiyalash markazi tomonidan ishlab chiqilgan milliy standartlar asosida o'tkaziladi. Ular yetakchilik, xavfsizlik, klinik amaliyot, bemor huquqlari va kadrlar salohiyati kabi yo'nalishlarni qamrab oladi. Milliy standartlar bu sifat mezoni, milliy akkreditatsiya bu ishonch belgisi. Yana bir muhim ma'lumot. 2026-yildan milliy akkreditatsiyadan o'tgan davlat tibbiyot muassasalari xodimlariga 10% lik oylik ustama belgilanadi. Demak, akkreditatsiya nafaqat sifat, balki rag'batdir. Tibbiyot tashkilotlari diqqatiga. Siz milliy akkreditatsiyadan muvaffaqiyatli o'tib, ishonchli va xavfsiz tibbiy xizmat ko'rsatuvchi muassasa maqomini olmoqchimisiz? Unda tibbiyot tashkilotlarini litsenziyalash va akkreditatsiyalash markazining info_clam.uz elektron pochta manziliga ariza yuboring. Batafsil ma'lumot va murojaat uchun 1369 qisqa raqami bilan bog'laning.